Assalomu alaykum do'stlar. Biz sizlar uchun yana xizmatdamiz. Detox darslarimiz davomida bugun sizlar bilan ishonchnoma berish va qabul qilish to'g'risida gaplashamiz. O'ylaymanki, bu video darsimiz ham sizlar uchun foydali va manfaatli bo'ladi. O'zi ishonchnoma nima? Ishonchnoma bu tovarni olib kelishga yoki bo'lmasam qabul qilib olib qolishga firma tomonidan ishonchli shaxsga beriladigan hujjatdir. Ya'ni aytaylik, biz mol yetkazib beruvchilardan tovar xarid qilganmiz. Shartnoma shartlari asosida mol yetkazib beruvchi bizgacha olib kelib berish kerak. Tovarni kimga topshirib ketadi? Albatta, bizning firmani aytaylik o'sha ishonchli shaxsiga. Demak, bizning ishonchli vakil ishonchnomani taqdim etadi va tovarlarni qabul qilib olib qoladi. Biz borib olib keladigan bo'lsak, bizning ishongan vakil ishonchnomani ko'rsatgan holda tovarlarni olib keladi. Ishonchnomasi yo'q bo'lgan shaxsga tovarlarni berib yuborish yoki topshirish mumkin emas. Demak, bugungi video darsimizda ishonchli shaxsga ishonchnoma berishni ko'rib chiqamiz. Demak, detox.uz saytiga kirib oldik va o'zimizni shaxsiy kabinetimizga ham o'tib oldik. Hop, demak, kiruvchi, chiquvchi demak hujjatlar mana ko'rib turibsiz. Mana bu yerda mana ishonchnoma. Demak, bu qaysidir shaxsga berilgan ishonchnoma. Xo'p, ishonchnoma berish uchun biz nima ish qilamiz? Demak, yaratish tugmasini bosamiz. Hujjat turini tanlaymiz. Demak, hujjat turi ishonchnoma. To'ldirishni boshlaymiz. Ishonchnoma raqami. Aytaylik, 25-raqam bo'lsin. Ishonchnoma berilgan sana 13-dekabr bo'lsin. Qadar amal qiladi. Demak, amal qilish muddatiga ham ko'rsatib o'tishimiz kerak bo'ladi. Hop, demak, aytaylik 20-dekabrgacha amal qilsin. Endi bu ishonchnoma qaysi shartnoma asosida berilyapti, shuni albatta ko'rsatishimiz kerak. Demak, shartnoma raqami 7 va 26-noyabrda tuzilgan shartnomaga asosan taqdim etilyapti bu ishonchnoma. Tamom. Bizning ma'lumotlarimiz. Hop, mana bu tomonga mol yetkazib beruvchining ma'lumotlarini yozamiz. Demak, stirini yozishimiz o'zi yetadi. Aytaylik, mana misol uchun yozyapman. Hop. Ma'lumotlar mana chiqib keldi. Hop. Ishonchli vakilni ko'rsatishimiz kerak. O'sha shaxsning, demak, dishirini yozishimiz o'zi yetarli. Ishonchli vakilimizdan dishirini yozdik. Demak, ism familiyasi o'zi avtomatik ravishda chiqadi. Endi mana bu jadvalni to'ldirishimiz kerak bo'ladi. Bu jadvalda tovarning demak nomi yozilgan bo'ladi, o'lchov birligi ko'rsatilgan bo'ladi va soni ko'rsatilgan bo'ladi. Xo'p, demak, masalan, stul bo'ladigan bo'lsa, demak, o'lchov birligi dona, nechta dona aytaylik, 32 dona. Demak, zaruriy barcha demak to'ldirishi lozim bo'lgan yetakchilar imzolash tugmachasini bosganimizdan keyin bu ishonchnoma tegishli kontragentga borib tushmaydi, ishonchli vakilga borib tushadi. Demak, mana shu bizning ishonchli vakilimiz o'zini profiliga kirib o'z roziligini berish kerak. Demak, mana shu tovarlarni qabul qilib olib qolish yoki bo'lmasam borib mana shu tovarlarni olib kelishga rozi bo'lib, demak, ishonchli vakilimiz rozi bo'lib, u ham imzolash tugmachasini bosganidan keyin bu ishonchnomamiz kontragentda ko'rinadi. Mana shunday tartibda, demak, ishonchnoma jo'natiladi. Xo'p, endi ishonchnomani qabul qilish qanday ko'rinishda amalga oshiriladi? Aytaylik, bizga ishonchnoma kelgan bo'lsa, mana kiruvchi hujjatlar ro'yxatida namoyon bo'ladi.
o'sha ishonchnomani ochib, demak, mana bu yerda joylashgan imzolash tugmachasini bosishning o'zi yetarli. O'ylaymanki, mana shu videorolikimiz sizlar uchun ham foydali, ham manfaatli bo'ldi. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Buxgalteriyani o'rganayotgan yoki o'rganmoqchi bo'lib yurgan do'stlaringizga ulashib qo'yasiz degan umiddamiz. Hammaga rahmat.